Assalomu alaykum do'stlar, muxlislar, podpисчиклар. Sog'omon yurtmizlar. Ko'p vaqt bo'ldi. Avtosalonlari gelmedik. Gurlenskiy ko'chada do'stlar bir avtosalon bor. Toshkent Motors. Adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Перекрестье svetofor, svetofordan chapa bursangiz ruhiy kasalliklar shifoxonasi. Arkamizda esa eski mashin bozor do'stlar. Asa birgalikda obzor aytib o'tamiz. Hali o'zim ham girmadim. Xudo xolasa birgalikda yangiliklarni bilib olamiz. Lagushadan chiqmasin do'stlar. Pul topar mashinalardan. Nima deydilar buni? Dippal deymizlar. Bu nima deydi? Jack deydi. Sağ. Maşallah bor ekan. Mikroavtobus ham bor ekan do'stlar. Kelaverasa Toshkent Motors. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmatimiz. Chalimiz. Do'stlar. Elektromobil ham boshida berdi. Qarmang, brat. Bo'ling, kelmisiz? Shukr, kelaverdik to'g'ri. Yo'q, gapni yaxshi qilibsiz. Ya shu mikrofonni aytib qo'ysangiz. Ne do'stlar, avtosalonga keldik, shukr. O'zingiz Bo'ladi, yuribmiz-ku sekin-sekin. Sodalab o'tirmaqmi? Xudoga shukr, yomon emas. Aksiyalar yangiliklar bor, brat. Ko'p yangiliklarimiz ko'p. Aksiyalarni boshlab yuborganmiz, xudo xolasa, hamma mashinamizga ma'lum miqdorda $500 to 2,5 minggacha skidkalar ketyapti. Hisob. Hamma modeli. Hamma modelga qo'ldan kelgancha. Gruzovoydan top mikroavtobus, yengil mashina. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Qaysi boshlaymiz? Ichkaridan aytib chiqib ketamizmi? Ko'chadan aytib. Jackdan boshlaylik qani shu Jackdan. Jack G7 oldinroq 265 million sotilgan edi. Hozirgi paytdagi narxi 253 million. 12 million skidka ketyapti. 253, 12 million skidka. Aha, shunaqa. Necha pozitsiyalari bor bundan? Xo'p, bularning pozitsiyasi bir xil. O'zbekiston bo'yicha kelganlarning hammasi bir xil pozitsiyada bo'ladi. U chetda, masalan, Rossiya uchun to'g'risi 360 kameraliklari bor. Ko'pchilik shuni solishtirib aytdi, 360 kameralik bormi deydi, lekin O'zbekistonda unaqasidan kelmagan. Bizda faqat bir xil pozitsiyasi kelgan. Bir model. Ha, bir xil. 12 million skidka. Shunaqa. 253 million. 253. Olish tartibi. Ava, 10% to'lasak bo'ladimi? 20% Eng kami agar bitta pasportda bo'lsa, eng kam 25%. 25% bilan to'lab olib ketsa bo'ladi. Ha. Agar oylik ish haqqilik bo'lsalar, 20% bilan ham olib ketsalar bo'ladi. Necha bo'ladi u? Hisoblasangiz. Endi 20% 51 million shunaqa bo'ladi. Agar bitta pasportda bo'lsa, 63 million kerak. 3 yil, 5 yil. 5 yilgacha. 5 yilgacha. Ha. Bundan chiqarib bilasizmi? Oylik to'lov necha so'm bo'ladi? Taxminan. Taxminan agar oldindan 63 ni bersalar agar, u yog'i 190 kredit bo'ladigan bo'lsa, 5 yilga 5 million 800 dan. 5 million 800 har oyda to'laydi. Shunaqa. 5 yil. Shunaqa. Qisqacha obzor etsak, bu mashina to'g'risida aytib o'tsak. Mashinamiz 1.5 turbo motor, MPI, turbo bo'lgani bilan ham metan ham, propan ham 100% tushadi, 100% gazda yuradi. Rasxodi 8.5 ko'rsatilgan benzinda, aytganda benzin tanlaydi lekin. Iloj bo'lsa 91, 92. Solish kerak. Ha, 80 tavsiya qilinmaydi aka. Tushunarli. Salondan chiqinalar bor bunda, funksiyalari. Shuni ham bir qisqa. Xo'p, salonlar bo'lsa, uni nima qilsangiz agar, koja salon bo'ladi. Tak. Ikkita oldi abagreplari bor, selli monitor, avtomat bo'ladi, avtoxoldlari bor aka. Sportivniy pozitsiya bang. Ha. Liftback. Lyuklari bor. Hisob. Orqasi ham anchagina keng. Saka diskinchik bunda, shtampovka yoki sakami? Nimasi oddiy. Zapatkasang. Ha. Zapatkasi oddiy nima variant. Bemalol metan qo'ygandan keyin ham aka normaligina joy qoladi. 253 million. Shunaqa. Qachongacha bu chegirma endi? Qurbon hayit munosabat bilan. Hozir bu nalichi bo'ling, brat. Nalichi? Xohlasalar oq, xohlasa qora rangdan ham topib beramiz, muammosi yo'q. Shot spravka bo'lib chiqadimi? Shot spravka birlamchi. Birlamchi. Albatta. Birdan o'zlarining nomlariga to'g'ridan-to'g'ri chiqadi. Nalichi bor. Nalichi hozircha ikkalasidan bor shu yerda. Agar aytganimdek boshqa rang xohlasalar, xudo xolasa Nukusda bor filialimiz, Buxoroda bor, oldirib beramiz, muammosi yo'q. Narxlar bir. Narx respublika bo'yicha bir. Hisob.
Bu endi Jeep film bu. Ha, bu endi crossover varianti Jack GS6. Bu ham 1.5 turbo motor. Bu lekin GTI motor. Shu uchun bunga o'z metan tavsiya qilinmaydi. Iloj bo'lsa propan. Tushunarli. 100 ga rasxodi lekin 7 litr. Oddiy uchinchi bunda? 180. Yomon emas. Shunday. Nechta pozitsiyalari bor? Xo'p, bularning pozitsiyasi bir xil. Bu eng fulli, ya'niki 360 kamerasi ham bor, panorama, lyuk, slipoy zona, hamma funksiyasi bor. Sidenalar elektronli, 3 kishini eslab qoladi. Eng sizga qarab o'zi moslashadi. Bu ham xuddi shunaqa ikkita oldi abagrevlik, sportivni koja salon bo'ladi. Bundan 20 bor. Bular 330 million edi, hozir 315 million. 315 million. Shunday. Hisob. Bu Captiva 5 bilan solishtiraveramiz. Ha, Captiva 5 mi? Uni narxi masalan 350 million adashmasam salonda. Bu 315 million. Lekin komfortligi anchagina. Uzr, bilmabsiz, brat. Captiva bilan solishtirasiz do'stlaring. Shunday. Balolar ham yomon emas, Humang, koreyskiy. Ha. Zavodskoy 18 lik, balon almashtirish kerak emas, monitor nima qo'yish kerak emas, hamma narsasi tayyor. Dizayn ham cho'tka ekan. Bu liga o'xshab chiqarilgan, kechirasiz. Agar kechqurun nima qilsangiz agar, hozir ko'rinadimi yo'qmi? Xuddi shunaqa yonib turadi agar. Meni do'stlar. Davom qildiramiz esa. Bundan значит skidga aksiya bor bundan ham. Bunga 15 million skidga ketyapti. Xo'p, har xil rangda bor. Bu ham 3 xil rangi bor. Oq, qora, xuddi shunaqa mokri svet. Hisob. Keyingi aksiyamiz katta aksiyalardan bittasi Bauga. Bu minivan, buni ko'pchilik уже biladi. Buni Rossiya qatnab yurganlar yaxshi taniydi. 9 kishilik B kategoriyaga haydasa bo'ladi. Xo'p, kapitan sidenali bular. Bu avtomat variantimiz, koja salonlik. Avtomat, ha? Buni mexanika variantimiz ham bor. U material salonli bo'ladi, lekin xuddi shunaqa joylashgan bo'ladi. Joylashgan joyi hammasi shunaqa bo'ladi. Hisob. Rasxod benzinchi bunda? Xo'p, bunda rasxod 10 tagacha. Bunda rasxod 10 tagacha. 2 lik atmosferli motor. Bunga metan propan 100% qo'ysangiz bo'ladi. Perforiyumni koja ekan, ha? Shunaqa. Hisob. Ey do'stlar. 7 odam sig'ading. Orqada 7 ta, 8 ta, 5 shofyor bilan 9 ta. Orqadagi eng oxirdagisi 3 talik. Keyin 2 ta. Narxi qancha endi buni? Xo'p, buni narxi 370 million edi. Hozir 345 million. 345 million. Shunaqa 25 million skidga ketyapti hozir bunga. Propan metan qo'ysa bo'ladi. 100% bo'ladi, bemalol. Vidam derskiy ekan, ha? Shunday. Toyota Alpharddan ilhomlanib qilingan. Ha, shuni kopiyasi bu. Shunaqaroq, ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Tonirovka murilgan zadniy zavodskoy. Yo'q, zavodskoy emas, bular kompaniyamiz tomonidan. Ha, kuydirilganmi? Ha, bonus qilib beriladi har doim. Bizga mijozlarga maksimal qulaylik yaratish maqsadida tonirovkalarni qilib beramiz. Hisob. Tegmaydi. Xo'p. Meni do'stlar. Oho. Pul yesam bo'ladi bunda-ku? Albatta. Hisob. Oq rangdan bormi? Oq rangi, qora rangidan bor. Oq rangidan oldirib beramiz agar kerak desalar agar. Servis masalasi chiqindi. Servis masalasi, xo'p, Toshkentda glavniy ofisimizda bor servis, keyin Buxoroda bor, Xorazmda xudo xolasa yo'lga qo'yishni planlashtirib yuribmiz, nasib bo'lsa. Bo'lmasa tegishmi? Bu ham bizga tegishli. Changam, ben. Bu ham 175 million edi, hozir 167 millionga tushirtirganmiz. Bunga ham 7 million skidga ketyapti. Bu elektromobil. Bir to'liq zaryad bilan 300 km yurib beradi. Bu asosan shahar ichiga yurishga qulay, taksichilik qilishga qulay. Uyda to'ldiraman desangiz agar 20 ming so'mga to'ldirsangiz bo'ladi. Shuni hisobda keling 250 km yurgan taqdirda ham menimcha 20 ming so'mga yomon emas. Hisob. Hozirgi paytdagi sharoitdan kelib chiqib metan ko'ryapsiz, 5 ming bo'lib ketgan. Benzinlarning sifati o'ziga yarasha, masalan, propan ham xuddi shunaqa. Buni pozitsiyalari bormi yo bitta pozitsiya? Yo'q, bu ham bir xil pozitsiyasi. Bir pozitsiya. Oynalar tonirovka qilingan, bu ham kompaniyamiz tomonidan prosta qilib qo'yilgan. Xohlasalar ruxsatini ham olib beramiz, muammosi yo'q. Oldin tonirovkasini, ruxsatini olib beramiz.
Nechki rangda bor bular? Biroq Bular o'zi sanoqli qoldi, faqat shu oq rangidan qoldi. bittasi. Ha, shu rangidan, shu pozitsiyamizdan qolgan. O'zi 4 dan 5 ta qoldi. Desa, что oldirib berasiz? Oldirib beramiz, muammosi yo'q. Tak, puli necha dedingiz? 168 million. 168 skidka bilan Shu skidka bilan o'zi 175 edi. 175, 168 ga tushdi. Tushdi, ha. Bagaj shassi ham o'ziga yarasha kengina. Tushunammi? Ajoyib. Normalniy. Shunday. Pul ichasa bo'ladi. Albatta. Ekonomичный. Tokda yuradi. Shunaqa. 300 kilometr yurib beradi. 168 million so'm. Bemalol kelib, to'lov qilib, sirazi olib ketsalar bo'ladi. Kreditdan Hamma chiqarsa bo'ladi, albatta 40 million bilan kredit chiqarsangiz bo'ladi. 40 million. Eng kami bitta pasportda 40 million bilan kredit chiqarsa bo'ladi. Bu ham Jag M4. Aha. Avtomat varianti bu. Bu ham 8+1. Bunga ham skidka e'lon qilganmiz. Aha. $2,500 hozir skidka ketyapti bunga. $2,500. Aha. Oldinroq 28,5 edi, hozir $26,000 qilib qo'yganmiz. Bu ham $26,000. Qurbon hayiti munosabati bilan. So'mcha so'm endi bu, brat? So'mda 338 million. Oldinroq bu ham 370 milliondan ortiqroq edi narxi. Avtomat do'stlaring. Avtomat 2 litr turbo motor. Orqasi purji. Maydonmi bu? Gap boshim ekan o'zingizga do'stlar. Konditsioner, pechka, hamma narsa. Hamma vaji bor ekan. Ana do'stlar. Orqalari. Boy. Hisob. Dalniyam ketaveradimi unda? Albatta. Lampochka nalari bor. Yo'q, yili 23 buni. 23 mi? Ha, chunki bular 24-25-yil hali kelgani yo'q. Aha. Nalichi olib ketaverasiz. Xudo xolasa to'lovni qilishadi, olishadi, ketishadi. $2,500 skidka. Xuddi shunday. M4 Jak o'rtoqlaring. Shakadat puldan sonaverasiz. Dalniy blitzga ketaveradi. Turistlar ham qatnasa bo'ladi. Shundaymi? Shunday bemalol. Turist qatnasa bo'ladi, Toshkent qatnasa bo'ladi, Rossiya qatnasa bo'ladi. Mesela gruzovoydan bir ko'ramiz, ang. Mayli. Jak gruzovoy. Jak J3. Aha. Bu 1.8 lik motor. Yuk ko'tarishi 1 tonna 800 palojnasi ruxsati. Lekin bu Isuzu kabinaga o'xshab ketadi. Shuning uchun bemalol 5 tonnagacha ko'taradi aka bular. Salarga benzin? Benzinlik variantimiz bu. Salonni bir ko'rsatamiz do'stlaring, ko'ringlar. Komfort. Albatta, konditsioner, pansioner hamma narsasi bor. Aha, mana do'stlar. Sap. Bortning razmerini aytib o'tsak necha? Bortning uzunligi 380 ga 185. Mana tentovkalari bormi yo yo'qmi? Tentovkaligi yo'q, furgon varianti bor xohlasalar. Buni narxi 340 million. Tentovkali furgon variantimiz 353 million. Skidka necha bo'lib turibdi endi bunga? Xo'p, bularga ham $1000 skidka ketyapti. Oldinroq 27 ming edi, hozir $26,000 bo'lib turibdi. $26,000. Shunaqa. Nelar bormi variant olib ketish buni? Kredit. Bizda hamma mashinamizga kredit, naqd yoki pul ko'chirish orqali olib ketsa bo'ladi. Ya'niki 100% pul ko'chgandan keyin berib bo'lamiz. Рассрочка variantimiz lekin yo'q. Rassrochka yo'q, ha? Yo'q, hozircha yo'q. Tushunarli. Yomon emas lekin mashina. Hisob. Jak. Dizayn ham cho'tki mashina ekan. Servis bor, muammo yo'q. Ha, xudo xohlasa. Necha kilometr berasan endi? Yurishini. Garantiyami? Ha. Xitoydan kelgan mashinalarimizga hammasiga 1 yil yoki 20 ming kilometr garantiya berilyapti. Aha. Faqat bu jakimiz O'zbekistonda yig'ilyapti, Samarqandda yig'ilyapti. Hozir talab juda yuqori bo'ldi bunga. Aha. Bunga 3 yil yoki 100 ming kilometr garantiya beryapti zavod. O'zbekistonda yig'ilayotganligi uchun shunaqa garantiya beradi. Qolgan barcha mashinalarimiz Xitoydan keladi. Xitoy bizga 1 yil yoki 20 ming kilometr garantiya beryapti. Bu kitayskiy. Bu ham Xitoy. Dipalmi, nodiylarmi, Changanmi? Bu o'zimizni Toshkent Motors brendi ostida, ana TM Ha, Toshkent Motors. Bu Kama zavodda ishlab chiqarilgan aka. Labodan kattaroq 1.3 lik motor, ekonomik variant, eng arzon bartavoylarimiz shular. Eng arzoni bu. Ha. Qancha skidka o'tiribdi? Bu $1,300 skidka ketyapti bunga. Oldinroq 15-300 ming edi. Dollarda hozir 14 ming bo'lib turibdi. $14,000. Aha. Hisob. Necha tonna olib dedingiz? Bu 1 tonna 200 palojnasi. Aha. Lekin 2,5 tonna bilan ham bemalol yursa bo'ladi. Chunki O'zbekchilikda ketaveradi. ha, ramalari ham usulini qilingan aka. Hisob. Metan qo'ysa bo'ladi. Metan, propan 100% tushadi. Ana do'stlar. Besin tovki bang. Shunday.
Bu o'zlarimizni sborka. Bular o'zi O'zbekiston. Samarqanddan yig'ilayotgan mashina. Bular Aha. o'sha Kia Bongo deyishadi, ko'pchilik biladi. Aha. Hyundai Porter xuddi o'sha narsa aka, faqat sborka o'zi Hozir boshqacha yana. shunaqaroq. Mexanika. Mexanika, 5 Benzin. bosqichlik, 2lik atmosferli motor. Rasxod necha ekan bundan benzin? Rasxodi 8,5 ko'rsatgan aka, o'ntagacha yeydi lekin. Benzin tanlamaydi, metan propan 100% tushadi. Sağ. Metan propan 100% tushadi. Narxi necha dedingiz buni? Bularning narxi 248 million 640 ming so'm. Faqat shunga skidkamiz yo'q. Sababi buni narxini zavod beryapti bizga, ilojimiz yo'q. 248 million. 640 ming so'm. Ya do'stlar, nalichi bor. Nalichi hozircha bir dona bor, yeslicha oldirib beramiz. Sağ. Muammosi yo'q. Buni 3 ta pozitsiyasi bor. Ya'niki bartavoy, Tak. заводской tentovkalik Aha. promtovarniy. Budka qilib. Passajirskiy yo'qmi? Polu yemeda o'tiradiganlar bor. 5 kishilik zakaz qildik. Aha. Zavodga aytildi. Xudo xolasa 1 oy, 1,5 oy ichida u yoqdan yangilik bo'ladi. Narxi necha bo'ladi, o'zgarish bo'ladi? O'zgarish albatta bo'ladi. Tushunarli. O'zgarish bo'ladi. Bu ham TM o'sha boyagi TMni yakka balonligi bu aka. U qo'shcha balon edi, bu yakka balonligi. Aha. Ikkalasi bir xil. Aha, tushunarli. Ha, bu двойной, bu одинарный. Xuddi shunaqa. Arkasi. Shunaqa. Pulni o'zgarish bormi? Bu $500 arzonroq bunga nisbatan. $500 arzon yuradi. Ha. Motorlari bir. Motor, razmer, ko'rinish hammasi bir. Ha, do'stlar. Yana shunday modellar bor ekan Toshkent Motorsda. Bemalol kelib, xudo xolasa, Ramazon oyi munosabati, Qurbon hayiti munosabati bilan kechirasiz. Skidkalar ketib turibdi, xudo xolasa. Bemalol kelib xarid qilsangiz mumkin. Bu mashinamizga ham oldinroq 540 million edi, hozir buni ham 500 million qilib qo'yganmiz. 40 millionlik skidka ketyapti favimizga. Yangi paketmi bu? Bu paket faqat yili eski 23, Aha. 7,5 metrlik двухспальный variant. Shot spravka 500 million. 500 million. Salarka. Salarkalik variant albatta. Metan qo'yilma. Yo'q, qo'ysa bo'ladi. Bormi shuni servis metan qo'yib berish ya, bizlar qo'yamiz olgan odam. Bor qo'yib beramiz, muammosi yo'q, garantiyalik qo'yib beramiz. Faqat Toshkentda servis qo'yadigan gaz nimamiz Toshkentda. Agar yo'q, boshqa yerda qo'yaman desalar ham muammosi yo'q, bemalol. Bu xavotirli emas bu, to'g'rimi? Yo'q, обычный. Обычный do'stlar. Paket 500 million. 500 million. Iso. Nalichi bor ekan bu mashina do'stlar. Kelib olib ketaverasiz. Shunday xudo xolasa. Do'stlar, yana bir qator danıştirib ko'rsatib o'tdik. Endi любой mashin по-любому qachon bo'lsam buziladi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Uni servis etib turish kerak, zapchasti kerak bo'ladi. Zapchasti bo'ladi. Zapchastda muammo yo'q. Ana yon boshimizdan shunday salon. Montirib zapchastmi? Shu yerda zapchastlar Ko'rsak bo'ladimi? bor, bemalol. Qani? Kelib ko'rsangiz bo'ladi. Xudo xolasa zapchastlarni ham maksimalni taxlab qo'yapmiz. Assalomu alaykum. Original. Original. Bu yerda jaklarniki bo'lmasa ham, bu yerda GMlarniki ham bor. Hattoki GM mashinalarini ham zapchastlarni keltirib qo'yganmiz. Xudo xolasa bemalol kelib, nima kerak bo'lsa agar topib beramiz. Agar mabodo bo'lmasa, oldirib beramiz. Uston akam aytib berasizmi yo? Yo'q, hozircha Uston aka xizmatimiz Endi qo'yasa, endi qo'yasa yo'q. Nasib servis bo'lsa agar nasib bo'lsa shundan harakatga yuribmiz. Ya, porlarim bor ekan do'stlar. Kelaverasizlar. Muammo yo'q dedi. Zapchastdan to'g'rimi? Zapchastda muammo yo'q. Xudo xolasa bir muammo bo'layotgani hozircha servis. Endi o'zimizda servis Xorazm bo'lmayotganligi uchun shundan qiynalib turibmiz. Hozir joy ko'rib yuribmiz, to'g'risi ustalar ko'rib yuribmiz. Xudo xolasa uni ham yo'lga qo'yamiz, sekin-sekin. Taqlashtirasiz. Nasib. Ya do'stlar. Qo'rqmay olaverasiz. Garantiya zapchastlar ham bor dedi. Xo'p, bu modellarimizdan agar mabodo boshqasidan ham kerak desalar, xudo xolasa bir kun yoki 2 kunda oldirib ham beramiz. Agar o'zimizda bo'lmasa, rangi boshqa rang kerak bo'lishi mumkin. Undan muammo yo'q. Narximiz respublika bo'yicha bir xil. Masalan, shuni olish uchun boshqa viloyatga borishlari shart emas. Kelib shu yerdan ishlarni bitiradilar, shu yerdan mashinani olib ketadilar. Xudo xolasa. Do'stlar, yana kelaverasiz. Telefon nomeringizni aytib bersangiz? Xo'p, telefon nomeri 90lik 177 88 22. Shunda Telegram, WhatsApp hamma narsa bor. 24/7 xudo xolasa xizmatdamiz. Kelaverasiz do'stlar. Toshkent Motors.